Louis Vuitton brendidan 34 million so'mlik narsa oldim. Bu narsani o'tgan oy zakaz qilganman, lekin hozir uyimga keldi. Sirasi sizlar bilan birgalikda ochib ko'rmoqchiman. O'zi ham kattagina korobka ekan, lekin bunaqa katta narsa zakaz qilmagandim. Opang kuchaydi degan video bo'ldi-yu. Bilasizlarmi, Koreyada brendli shunaqa oddiygina paketchalarni sotsa bo'ladi. Odamlar sotib oladi. Agar brendlardan bu narsa oladigan bo'lsangiz, paketini tashlab olmanglar. Tangin degan bitta sayt bor. O'sha saytga xohlagan narxingizni qo'yib sotib ko'rishingiz mumkin, lekin rostdan ham odamlar olar ekan shuni. Menda Louis Vuitton anaqasidan уже 3 ta bo'ldi paketchasidan. Qaynonam bilan birgalikda sotamiz va o'sha haqida ham alohida video qo'yaman. Kichkinagina sovg'achaga o'xshab o'rab qo'yishibdi. Qaniyim bismillah. Meni Louis Vuittonimdan birinchi marta olgan birinchi narsam. Ko'tarsam ochilib qolar ekan. Tagidan ham nimadir chiqarish kerak ochib ko'rsa. Dokumentlari bo'lsa kerak. Qaranglar. Wow. Ichidan shunaqa kichkinagina dokumentcha chiqdi. Qaranglar. Shunaqa bo'yinga taqadigan sipochka sotib oldim. Buni o'tgan safar magazinida taqib ko'rganimda menga ozgina kichkina kelganida, shuning uchun 3 sm ulab beramiz agar xohlasang degan uchun. Menimcha shuning uchun cho'zilib ketdi. Xullas, mana shunaqa Louis Vuittonning logosi bor sipochka xarid qildim. Buni narxi 34 million so'mga tushdi. 34 million so'mga menimcha Louis Vuittondan bitta kichkinagina sumkacha olsa bo'lardi, lekin Louis Vuittonning sumkalarining rangi yoqmaganligi uchun shunaqa sipochka oldim. Nima deysizlar? Puliga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring.